Hozir psixologiya trendda, psixologiyani tezroq trenddan qolishini xohlardim. Chunki toki psixologiya trendda bo'lar ekan, bunaqa yolg'on va'dalar bilan odamlarga kurs sotadigan odamlar ham psixologiyani tark etmaydi. Hozir trendda bo'lganligi uchun ular ham ko'ryapti, ha, odamlar psixologiyaga qiziqyapti, odamlar boryapti psixologga, ha. Demak, bu yoqda pul bor. Demak, odamlar keladi. Va ularning asosiy qismi kimlar? Ayollar. Qanaqa ayollar? Uy bekalari. Uy bekalarida nima yo'q? O'zini shaxsiy mablag'i yo'q. Ular nima xohlaydi? O'zi mustaqil pul topishni xohlaydi. O'zini qo'lida puli bo'lishini xohlaydi. Yana ayollar nima xohlaydi? Sovg'alar olishni. Va kurslar yaratildi, sovg'alarga ochilish. Yoki ayollar, uy bekalari nima xohlaydi? Uyda o'tirib daromad qilsin. Kurslar tashkil qilindi, xuddi shunga mos pulga ochilish. Yo bo'lmasam, ayollar nima xohlaydi? Eri ishlab keltirgan pulini unga berishini, to'g'rimi? Kurslar tashkil qilindi, ayollik energiyasi, ayollik energiyangiz orqali eringizdan pul olishni o'rgatamiz. Har bitta og'riqli nuqtaga javob bo'ladigan kurs, og'riqli nuqta unga javob bo'ladigan kurs. Bu narsa yo'qolmaydi toki psixologiya trendda bo'lishida davom etar ekan.